Oyxon Nazarova nomli kuzatuvchimizdan kelgan savol. Menda sovuqqa allergiya bor. Nima maslahat berasiz, doktor? Oldindan rahmat debdilar. Sovuqqa allergiya nima? Sovuqqa allergiya bu tashqarida sovuq havoda yurgandan so'ng issiqxonaga kirgan vaqtda terini ochiq yuzalarida paydo bo'ladigan torvoq ko'rinishidagi toshmalar bu sovuqqa allergiyadir. Nima sababli paydo bo'ladi? Eng ko'p paydo bo'ladigan sabab albatta viruslar, autoimmun kasalliklar, vitamin D yetishmovchiliklari va surunkali stresslar. Nima qilish mumkin? O'sha standart bo'yicha antigistamin preparatlarini ichib yurish tavsiya qilinadi. Bundan tashqari sovuqqa allergiyani yo'qotish uchun основной ta'sir qilayotgan turgan sababni topib, uni yo'qotishga harakat qilish kerak. Bundan tashqari tavsiya qilishimiz mumkin vitamin D preparatlari sovuqqa allergiyada yaxshi ta'sir ko'rsatadi. Omega 3 ni ham xuddi shunday ta'siri bor. Yana qo'shimcha tavsiya qilishimiz mumkin vitamin C ga boy mahsulotlarni ko'p iste'mol qilish, tarkibida quercetin moddasi bor oziq-ovqat mahsulotlarini ko'p iste'mol qilish sovuqqa allergiyada yaxshi ta'sir ko'rsatadi. Quercetin uzum, olma singari mevalarda ko'p bo'ladi. Yana qo'shimcha zanjabil ham ichib yurish mumkin. Zanjabil tabiiy antigistamin ta'sirini ko'rsatadi. Qish kelishi bilan ko'plab bemorlarda paydo bo'ladigan yo'tallar, burun bitishlari, aksirishlar yoki astmasi bor bemorlarni astma xurujlari soni ko'payib ketishi bu sovuq ta'sirida bo'lishi mumkin. Lekin bu yerda sovuq trigger omil bo'lib hisoblanadi. Ya'ni bor allergiyani yoki bor astmani qo'zituvchi ta'sir ko'rsatadi xolos. To'g'ridan to'g'ri bu sovuqqa allergiya hisoblanmaydi.